Alloh taolo Nuh surasining 10 va 12 oyatlarida Robbingizga istig'for ayting, albatta u gunohlarini ko'plab mag'firat qilguvchi zotdir. U osmondan ustingizga ketma-ket baraka, yomg'ir yuboradi va sizlarni mol va mulk va bola chaqalaringiz ila madad beradi va sizlarga bog' va rog'lar hamda anhorlarni Alloh taolo taqdir qiladi. Demak, istig'for aytishlikning manfaatini kim o'rgatdi? Alloh o'rgatdi bizga. Istig'for, banda istig'for aytib yurishligini kim o'rgatdi? Alloh o'rgatdi. Istig'for aytishlikning manfaatlarini payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan boshlab hozirgacha biz usiz manfaatlarini ko'ryapmiz bugun. Istig'for aytdim. Qabul bo'lmayapti. Masalan, lekin kimdir istig'for ham aytmaydi, namoz ham o'qimaydi, ibodat ham qilmaydi, ishi 5.